Kunlar birdan suvib ketganning hisobına ko'pchilik bizlardan kurtkalarni so'raydi kommentda. Shuning uchun bizlar toza parcha vzrostchi kurtkalarimizni ep qilib qo'ydik. Necha so'm edi, necha so'mga tushirdik. 380 ming so'mlik kurtkalar edi, 250 ming so'm etib tushirdim. Eldimizdagi 9-noyabr kuni, ya'ni bozor kun Mansur Baraka do'konidan 380 dan sotilib turgan kurtkalarimizni birgina kun 250 ming so'mdan xarid etishingiz mumkin. Necha so'm edi, necha so'mga tushirdik? 320 ming so'm edi, 229 ming so'mga tushirdik. 320 ming so'mdan bo'lgan bu deski kurtkalarimizni 90 ming so'm foydasini xarid etishingiz mumkin. Ya'ni 320 ming emas, eldimizdagi 9-noyabr birgina bozor kun 229 ming so'mdan xarid etishingiz mumkin bo'ladi. Her türlü assortimentda bor, ko'rishingiz mumkin. Kelasiz, o'shisiz, sizga shu. Tamam. Podpiska bosib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi. Podpiska qilsangiz turgan bo'lsa, bosib shuni yo'qotib qo'ying. Yodlaringizda bo'lsa, bu qatorda o'shagan oyoq kiyimingizning bahasi 100 ming so'm deydik. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, videoda boshqa baho, bu yoqda boshqa baho, nechun deb aytasiz deyotir. 30 mingdan oyoq kiyim qo'ysak ham shunday deyotirlarda. Endi bu yoqda 100 emas, shuni ham sindirib beratag'in skidka bormi? Skidkaning zo'ri bor. Tamam. Onda mana shuni o'shiman necha so'mdan berilib turibdi mana shu hozir? Necha so'mdan sotib turishdi? 100 ming so'mdan sotib turibman buni. Necha so'mga tushira olamiz 9 kuni, eldimizdagi bozor kuni? Hamma joyga skidka qo'ysak. Agar bizlarga podpisatsiya bo'lgan bo'lsa, bir kunning hisobini 69 ming so'mdan qo'yib bilaman. Mana shu ko'rib turganlaringizni 69 ming so'm etib qo'ydik og'alar. 9-noyabr kuni bozor kun kelib bemalol xarid etishingiz mumkin, lekin tovarlarimiz cheklangan. Shuning uchun ertaroqdan budilnikni qo'yib, erta kelaverasiz. Nechada ochamiz? 8 da ochiladi. Bulardan necha so'm etib bilamiz? Bulardan 69 ming so'm. Mana shu ko'rib turgan krossovkalaringiz ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Qalinligi, tiylarini 69 ming so'mdan xarid etishingiz mumkin birgina 9-noyabr kuni. Albatta buning uchun siz Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Chalbirlar bormi og'a? Chalbirning zo'rlari bor. Unda chalbirni ko'ramiz hozir. Biz chalbirlarga yetib keldik. Chalbirlarning sotuv bahasi necha so'm og'a? 180 ming. 180 ming. Eldimizdagi 9 kuni hamma narsaga yomondan skidka qo'yishimiz kerak. Shuning hisobidan necha so'mga tushirib bilamiz degan savol bor menda. 129 mingga tushirib bilaman. 129 ming etib bilamiz. Mujik gap. Mujik gap. Tamam. Endi 9-noyabr kuni mana shu chalbirlarimizni 129 ming so'mdan xarid etishingiz mumkin. Eng shirali joyini e'tibor eting. Bu prosta chalbir emas, nachos chalbir bu, nachos. Hozirgi qishqi pagodada bir gamaj bilan nachos chalbirni esdan kiyib turib arqan yursangiz bo'ladi. Xo'p, do'konga kelajaqmiz 9-noyabr kuni skidka bo'latar ekan. Manzilga tushunmay turibmiz biroq. Jetsak bo'ladi. Avtobozorning orqa darvozasi. Xo'p, Stadion yoqdan kelamiz. buyog'imiz stadion, buyog'imiz avtobozorning orqa darvozasi, og'alar.